Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Anchadan bir video chiqarmadim. Bir boshidan boshlaymiz. Super Liga o'tish o'yinlari kecha bo'ldi. Kecha ko'p o'yinlar bo'ldi. Qo'qon 1912 klubini ham, Mash'ar klubini ham Super Ligaga qolgani bilan tabriklayman. Xorazm va Buxoro klublaridan Super Ligaga qolish kurashiga omad tilab qolaman. Jahon chempionatiga ham qur'a tashlandi. Qur'aga muvofiq biz Portugaliya, Kolumbiya va Yamayka saralash o'yinlaridan o'tadigan davlatlarga tushib qoldik. Bilasizlar, bir paytlar Portugaliya bilan o'ynasa O'zbekiston desa, O'zbekistonga emas deychidikda. Mana Portugaliya bilan o'ynaydigan kunga ham yetib keldik. Milliy terma jamoamizga omad tilaymiz. Jahon chempionati guruhdan chiqsak bo'ladi, menimcha. Kolumbiya ham yaxshi klub, lekin ular bilan durang o'ynab turib, Portugaliya bilan durangga harakat qilib turib, keyinchalik shu saralashda o'tgan kuchsizroq davlatga yutib, 3-o'rin bilan eng kami 2-yo 3-o'rin bilan chiqsak bo'ladi. 1-o'rindan umid qilmasak ham bo'ladi menimcha, chunki Portugaliya juda kuchli, bilasizlar. Fikrlarini qoldiringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosamiz, kommentariy yozamiz. Sog' bo'linglar.